Assalamu alaikum. Bütkül dünyanın her qaysı yerlerde yaşavatkan barlıq Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar, henne vasanlığa Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bütün vatanның içi, vatanның sırtında yaşavatkan barlıq Şərqi Türkistanlıq qarindaşlarımızdan tenigi salametlik, işlere utuqluq, turmuşuğa bəxet, ailesiga xotirjamlik tilayman. Endi vatanning ichida bo'lsin, vatanning sirtida bo'lsin, biz Uyg'ur xalqiga, ya'ni Sharqiy Turkistonlikqa xotirjamlik degan so'z nihoyatda jiroq ham uzun Muşundaq bir mesele bo'lib qoldi. Vatanning ichida bo'lsin, vatanning sirtida bo'lsin, har bir Sharqiy Turkistonlik Uyg'urning yuragi qon zardab yashayotdi. Kallisda oilam qanday bo'lganda, vatanning sirtidagilar turmushimni qanday qamdaman, balalarımni qanday tarbiyalaman, vatandagi zulmga qarshi shu balalarımni qanday yetiştiraman degan mushundaq o'y fikrlardi. Mayli Yevropada bo'lsin, mayli O'rta Osiyoda bo'lsin, mayli O'rta Sharqda bo'lsin, mayli Amerika, Kanadalarda bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, mushadikilarning hammasimizda bir teşviş var, bir endiş var. Bu endişinin özü şu vatanımız bo'lgan Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan ishg'ol qilganligi, tajovuzchilik bilan besilinganligi, bularning hammasi şu balalarımızga şu darajada so'zlab, şu darajada shuni yetishtirishning o'zi biz uchun nihoyatda bir g'am qayg'u bilan o'tayotgan bir vaqtlar cho'q qarindoshlar hozir. Mushundaq sharoitning o'zida endi har biringlarga yana kunliki bir videoni ishlab taqitishning o'zi ancha bo'lami muhim emas. Hammamiz hamda dardimizni o'zimiz bilamiz. Hammamizning dardi o'zimizga loyiq. Ama başkalarının derdige derman bo'lachak halimiz yok bizning. Başkalarga dert saladiganmi ishni qilmagan bo'lsak, demek bu shundaq bir yashayotgan Uyg'ur millati Sharqiy Turkistonlikmiz. Endi bu yaqinda 2-3 kun, bir haftadan biri şu Facebook'a taqtıvatkan canlıq videolarımda belki her birimlerinin konuğuna ağırtıp koygan buluşum mümkün. Dilinglarga azar berdigan sözlerini qilib qolgan buluşum mümkün. Birinci Allah rızalık için her navasanlar keçirib yetişinlarni ümit qilman. İkincisi endi her biringlarga derdimni tökmesem, her biringlarga bu şekillerde sözler özümning ifadesini, özümning göz qarashlarini, özümning g'oy maqsadlarini so'zlamasam, kimga so'zlayman qarindoshlar? Kim anglaydi meni? Her biringlar anglaysizlar. Her biringlar qo'llaysizlar. Her biringlar yaxshi ko'rganinglar. İşçiningni ağırtısılar. Yaxtılmaydiganinglar, ma'guni qaranglar deysizlar. Bu hayat o'shundaq bir hayat. Bu dünya o'shundaq bir dünya qarindoshlar. Onun uchun bugungi
hech qanday bir narsaga tema qo'ymay bu shakllarda bir videoga chiqishni to'g'ri ko'rdim. Agar tema tutadigan bo'lsak, jiq temalar bor. Birdan tutib, birdan tatib o'ziga qadar qo'yib, birinchi tema, ikkinchi tema deb o'ziga qadar tema qo'yib so'zligim bor. Ama uni mening bu so'zlab sizlarni og'ritgim yo'q. O'zimning ko'nglini yerim qilgim yo'q. Bizning hozir xushallikqa ehtiyojimiz var. Salomatlikka ehtiyojimiz var. Birlik, barabarlikka ehtiyojimiz var. Bunda ehtiyojimiz baş sharoitning o'zida sizlarning ko'nglini yerim qilish, sizlarning dilinglarni og'ritish yaxshi bo'lmaydi. To'g'ri qarindashlar. Shunday bo'lgandan men bu sosyal medya, ijtimoiy uchurlarda bunday hisob qilsam 2010dan tortib bo'lgan bo'lsa, Xitoyniki WeChat unda tarda 2010dan tortib 2016'ga kadar nayet aktif hizmet kıldı. Bunu belki karındaşlarımızın vatanının içinde olsun, vatanının sırtında olsun. Bularını doğru düşüngeli oldu. Bularga hata iddiada qaragalla oldu. Men doğru boğunu kıldım dep oyladım. Nişqa desemler 2010'da Xitoyniki WeChat Vision deydigan narsada unda darda mening oldi keyni olab vatanning ichida bir 20 mingdagidek 4 tane top bardi, 20 mingdagidek odamning Uyg'urlarning egishib menga destek berib meni qo'llaganligini bilaman. Vaqtning o'zida shu vaqtda vatandan sırtında undaq ishlar yo'q edi. Vatanning ichida yoshlarning qattiq bir buzilib ketib qolganligini ko'rib bu undidarda oshilarni shu vatanning sirtida turib o'zim ammo nadaligimni bildirmay shu Xitoyning WeChat undidarni telefonimga tushirib har bir to'pda vaqtda 40 dan odam bo'ladi. Şu 40'tan adam az degan 10-15'dek 20'dek top var deminde. 40'tan bo'lsa 10 top 400 bir mingdek adam şu vaqtning o'zida şu 10 topda bo'lsa şu şekillerde şu qarindoshlarımızga, şu Uyg'ur yoshlarımızga, xonim qizlarimizga o'zimning shu vatanning sirtidagiligini demay turib Xitoyning Uyg'ur xalqiga elip kilovatkan ziyankeşlikini 2010'dan tortib undizlar toplada şu qarindoshlarımızga bu şekilde so'zlab o'tgan. 10-15 yildan keyin Uyg'urlarni vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur bo'lganligi uchun jazolaydi. Uyg'ur bo'lganligi uchun keng ko'lamli qirg'in qilishga tirishadi. Şunun aldığını elişimiz için biz bununla tayyorlik qilishimiz kerak deb mush temalarda so'zlatdi. Buni meni tunigan qarindoshlarimiz mayli vatanning sirtida bo'lsin, mayli vatanning ichida bo'lsin, ko'pinchisi biladi. Men vaqtda tor dunyosida Bug'ra o'g'li deydigan nom bilan chiqqan. Demakchi o'g'lim Enandan keyin WhatsApp to'pi qurildi. WhatsApp to'plarda WhatsApp vatanning sirtidagi qarindoshlarımızga WhatsApp'ni top qurib, birinchi o'ylab biz Uyg'ur biz deydigan to'pni qurib
şu Uyghur biz deydigan topqa bütün vatanimizning sirtidagi siyosiylarni, diniy olimlarni, ziyolilarni, her bir teşkilatның şu turib atkan davlatdagi, Avropadagi, Amerika, Kanadadagi, Avustraliyadagi, O'rta Osiyodagi, Saudiya Arabiston, O'rta Sharqdagi, Müşədəki bütkül Uyğurlarning tunulgan şəxsiylərini, teşkilat başlarını şu toplab turib, Uyğur xalqı üçün mushundaq sosial mediası, ictimai uçurlarda qandaq xizmat elib bora olaymiz deganlik bilan biz bir necha qarindoshlarimiz birlikda, bir necha hamshiralarimiz birlikda bu shakllarda yaxshi bir faoliyatni olib borgan. Men hatto 2010dan tortib bo'lsa sosyal medyası, ictimai uçurlarda bo'lsin, Buğra o'g'il deydigan ism bilan tunilib, ündüdar toplarda şu şekilde bir faaliyet edip badım. Mening gipimni yaxtımıqalla, unda qalaqa top kurup, toplarda üzüne tunuldıranmıgan bazı bir biçarlar bana qarşaplagan boldu. Sen mushunda ündüdar topladı dep qo'yib, nurg'un Uyg'urlarning tutulup gitişige sebep boldu. Digeller boldu. Enandan keyin dunyoga nazar deydigan hech qanday bir dunyoga nazar deydigan ism bilan top qurilmagan. Hem isim qo'llanilmagan. Şu şekillerde biz dunyoga nazar deydigan bir topni qurib, dunyoda bo'layotgan Uyg'urlarga, Sharqiy Turkistonlikqa qarta yaxshilik, qandaq Xitoyning qilayotgan yomonligi bu temalarda keng ko'lamli faoliyat olib bordi. Enandan keyin Uyg'ur biz deydigan topda, WhatsApp topida vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistondan hijrat qilib, Taylandga kelib, Tayland turmalarida Tayland saqchilarga, askarlarga tutilib, Tayland turmalarida yatgan şu turmalarni buzib chiqib qochgan şu qarindoshlarimizni qutqizish uchun o'sha Uyg'ur biz deydigan topda keng ko'lamli bir iqtisodiy seferberlik qilib, şu turmadan qaçqan 17 qarindishimizning qutulishiga sabab bo'lib, iqtisod to'plab, dunyoning har qaysi yerlaridan, har qaysi turayotgan davlatlarga bir tandan vekil qo'yib, şu vədə yığılgan, toplangan pulni şular aladı. Enandan keyin biz şu Tayland turmadan qaçqanlarga işletimiz deganlik bilan bu şekillerde keng ko'lamli bir faoliyat elib berib 2017'de buni natijali utuqliqni qozonib, şu turmadan qaçqan 17 qarindishimizni Türkiye'ye bexatar ekilib, şu şekillerde şu yığılgan pullarning hesabını mush tor dunyosida berib, mushundaq o'tgan mushundaq tor dunyosida tunilgan bir Buğra o'g'li etimman. 2018'larga kelganda ba'zi bir suiqasd tillari, ba'zi bir oilamning qo'li orqali menga bo'lgan ba'zi bir tuzaklarning tüpeylidan men tor dunyosidan o'qib ketgan başladım. Hazır 2024 olsa 5 yıl aralıkta hiç qanday sohbatlarga kirib ve sosyal medyası, ictimai uçurlarga kirib, hemen üzemning anaqa andaq deydigan so'zimni qilgan edim. Bugun kunlarda asta men yo'qolib ketsam bo'lmaydi. Men manga zarbi berdiganlar birli Xitoy.
Manga tozaq qurdiganlar birli Xitoy. Mening so'zimni so'zlitishga tirishmaydiganlar birli Xitoy deydigan hukm bilan, iddia bilan yana shunday tor dunyosiga chiqishni o'zim qaror qildim. Şuna az 5 yıldan beri az videolarını işlep torlarga taqib qo'ydim. Enin aldıda degendikidek her kündeki vaqtda bunda qiliq torlarda yüreklik gap qiladigan adam yo'qdi qarindoshlar. Men gap qilsam, sening vatanda oilang yo'qmi? Tuqqanlaring yo'qmi? Ata-anan yo'qmi? Bu torlarda mushunda qo'rqmay so'zlayapsan deganini bilaman. Bugun şolu mustaqilchi bo'lib oldi, bugun şolu inqilobchi bo'lib oldi, bugun şola davoni men qilaman, biz qilamiz deydigan mushunda qalpoqlarni kiyib, tashkilotlarni yaratmaydigan Uyghur xalqining siyosiylarini, diniy olimlarini kamsitadigan ziyolilarga til tekkizdigan yerlar keldi. Onun için tünigen qilgan videosimda 2017'den burun sen ne deydin degan temadagi so'zimni qildim. Bugun bo'lsa Uyghur teşkilatlarına til tekkizayotgan, Uyghur siyosiylarga til tekkizayotgan, Uyghur dini olimlarga, Uyg'urlarning do'ppisiga mushunda qiliq til tekkizayotganlarga qarta ozgina gap qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Bular endi Uyg'urimga desa Uyg'urcha so'zlayotdi, Uyg'urcha video qilib torlarga taqityotdi. Uyg'urlar bilib qolsin, millatim bilib qolsin deganlik bilan bu shakllarda nima deyman, kulgim keladi ba'zida. Uyg'urlar bilib qol, Uyg'urlar biladi qarindoshlar. Uyg'urlar bilmaydi emas, biladi. Vatandan sirtida siyosiy faoliyat qilayotganlarni, diniy teşvik qilayotganlarni, mujohidlarga jihad qilish uchun Mevege kesen cennetnin vizisini men birimen degenlerden tatip hem numarasını Uygurlu bildi. Qarindoshlar 2012-2013'larda men bu ay yıldızda kök bayrağımızı tutup düşken bir resmim vardı. Ma kapırını yok kılıp itinglar, ma milletçini yok kılıp itinglar degenlerini bilemem men. Ma bayrak bizning bayrağımız mı emas, ma bayrak bizni Uyg'ur xalqini, musulmonlarning bayrağı emas. Bu İslamga qarshi ekan deb Sharqiy Turkiston uchun da'vo qilayotgan, Xitoyga qarshi harakat qilayotganlarni ma millatchi ekan, bu iymon e'tibosi deganlarni bilaman qarindoshlar. Men shu WhatsApp toplarda bolsun, Ündidarda bolsun, Telekomda bolsun, muşulaga bayrak tutkan bir suretimni qo'yib qo'ysam, mushiningda rahatsız bo'lgan Uyg'urlarni bilaman. Men Uyg'urlarni bilaman qarindoshlar. Sen iymon e'tibor deganlarni bilaman. Sizlar aldirab belaqa Uyg'urlarning teşkilatlarını, Uyghur siyasilerini, Uyghur dini alimlarını, Uyghur ziyalilerini tillamalar qarindoshlar. Ola men yuqorida degandek Xitoyning elib berayotgan Uyg'urlarning ichiga noitiliqi ixtilof, ziddiyat pishnisi. Buningga tushmanglar qarindoshlar. O janıplıklarının döppisi töt kırlık dep o doppaga til tekkizmanglar qarindoshlar. Ama bir Uyg'urning doppisi. O doppi kiygan, o töt kırlık doppini kiygan mandaq demanglar. Sillam jumalaq doppini kiyganlar qizil doppini kiysizlar.
Onunla biz bizimi demeyimiz. Onunla bir neme dep kap kalsak, sizlarga eğri keledi. Sizlarga eğri kelgenlik bizge eğri keledi. Biz muşundaq yolunu tutup mene bakkanımız. Biz muşundaq timida, muşundaq maqsad, muşundaq gaydi mene bakkanımız. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston, dinimiz İslam, milletimiz Uyghur, düşmanımız Xitay tecavüzçileri dep muşu şuvarımızdan, muş iddiyimizden yanmay kelevatkan insan. Onun için Xitayga hiç çıkanda, Xitayni bir egiz tillap koyup, mana bu şekillerde de, Xitayni bir egiz tillap koyup, 1000 egiz Uyghur siyasiyullarını, Uyghur dini alimlarını, Uyghur teşkilatlarını, Uyghur ziyalilarını, kıllaydıqallar, mında kallanın silkanlar başta. Men kimge qarta, kimge qarış turvatımen. Ma Uyghur ziyali, mijazımı yakmagan bilen Xitayga qarşı eken. Ma Uyghur dini alim, mijazımı yakmagan bilen o'zi qaysi yo'lda mangsun. Ma Xitayga qarşı eken. Ma Uyghur teşkilatları vatandan sirtida eken. Ne yaxtolmagan bilen ma Xitayga qarşı eken. Bunu bir deyishni bilmamsizlar? Sizlarning siypanlarga kelgan odam dinchi, vatanparvar, iymonliq, vijdonliq, millatparvar, mustaqilchi bo'ladi. Sizlarning siypanlarga kelmaganlarda xoin bo'lamdi, munofiq bo'lamdi. Buni unutmanglar. Bundaq ishni demanglar, qilmanglar. Bizning dushmanimiz bir vaqtda. Mening nazarimda, mening tutqay yo'lamdim shu. Uyg'urning ichida xoinlar bo'lmasa, xoin demaklik nim deganlik bilamsizlar boshda ne? Bilmasanglar, ustozinglardan so'ranglar. Xoin qanday bo'lganda xoin bo'ldi? Ustozinglardan so'ranglar. Sizlarga yo'l ko'rsatib, yo'l boshlamchilaringlardan so'ranglar. Xoin ko'k bayroqni qo'yolmaydi, qarindoshlar. Xoin Xitoyga qarshi harakat qilolmaydi. Sizlarning alaqa yo'linglarda mijozinglarga yoqmagan, sizlarning yo'linglarga kelmagan, sizlar degan sanamga o'ynamagan, sizlar chaqan muzikaga dasti usul o'ynayolmagan odamlarni asalli xoin qilib yutalaysizlar-ku. Xoinlik shunday oson narsa emas. Çünkü sizlar o'zinglar ashundaq bo'lganligingiz uchun boshqa odamning shunday qaraysizlar. Undaq emas. Undaq emas, qarindoshlar. Undaq emas. O'zingizni millatchi, vatanparvar, shunday inqilobchi qilib, unda boshqalarni bu yo'q, bu undaq emas demoqchiman. Ama o'zi qarar emas. Sening bir odamni o'lchaydiganqa, uni taroziga soladiganqa, uning qilayotgan ishiga baho beradigan sening nima haqqing bor aga? O'shunda degan nima haqqing bor? Sen o'zingni qilayotgan ishingni o'lchigina boshda. Dadangni solamagan bo'lsa, anangni tutmagan bo'lsa, ochangni solamagan bo'lsa, bu da'vo qaytalamding sen. Qaytalishmayding avay chiqaysan. Yani şu okuganını okup, Xitayning pasportidan hech kimga bildirmay o'zing jada bukunib, ochangni qutqizib birman, anangni qutqizib birman desa, yani şu o'zing xoin degan odam bilan birga ishlab, anangni qutqizib birolmaydiganligini, ochangni qutqizib birolmaydiganligini ko'rgandan keyin hamda xoin bo'lib qoldim bu.
Vay. Müşäge kelgen da şundaq bir geplen dikim gitedi ki, yani demey. Çünkü sen mening milletim. Belki özüңнің açığı elip, micazыңғы yapmaganlığı üçün, karakterini doğru kelmegenligi üçün ulanı üç göre bakkan boluşun mümkün. Ama Xitay'dagidek üç görme ulanı Xitay o kadar üç göre oturdu ki, sen şu Xitayga oxşap üç göre kalsan, Xitay'dan berkin kalmaydı. Qanday qardaşlar? 2003 ben Germaniya München'de bir döner dükkanı açkandım. Şu vaqtda dükkanın telefonuga bir telefon kelip kaldı. Qarsam Xitayning nomeri. Xitayning nomeri. Buni ilaq deyishimda men mandaq adam, sillam mandaq ulanlar demeymen qardaş. Ben nima adam o'zining yuragini tutib, o'zining o'ylaganlari bor. Ben bunu bir beşimden ötken bir iş boğanlık için dep koyasın doğru koydum. Şu döner dükkanının telefon numarası bir telefon kip kaldı. Qarsam vatanning numeri. Belki ailemden, tuqqanlarımdan, yakınlarımdan numara okşaydı o degenler bilen telefonunu aldım. Telefonunu alsam dadan hazır biz bilen bille. Sen nime deydiganlık ne? Nime demeydiganlık ne? Bizge hazır cevap verse dedi, Korladan kelgen atıştı hizmet kıygan ençen çüyde adıl deydigan mening ailemge mesul bolgan mening näde nimiş kılıp atkanlygymny enaklaydigan ailem arkalık oşunda bir bala ekenim, Uygur bala. Korladan kelgen. Telefon kılıp, kelgen telefonunu aldım. Başta dadam bilen sözleştim. Qanday balam ahvalınız yaxşımı kız? Men ailemde sen deydigan temalar yok. Siz deyimiz, sizler deyimiz bu şekilde. Qanday balam ahvalınız yaxşımı dedi. Yaxşı dedim. Nimiş kılabat sen dedi ölçü. Degendiken. Şu yüzümüzden terakçilik bilen kolumuzdan kilişçi hareket kılabatımızda da dedim. Desem kıyga hareketinde yanma dedi. Degendiken adamның koldan aşındaq peres kalman telefonla ele şu Adıl degen. Men Adıl tunam sen dedi. Sen nereden bilemem ben dedim. Men Adıl dese yüzümden bir vatanda bir yakın ağinem bardı. Kichkimizden tatib billa oynap çok olgan. Şu okşaydı o dep oylap qaptım. Dadam biz bilen billa sen ele qılavatkan hareketleringe dikkat qil dedi. Qandaq hareketimge dikkat qilishim kerak dedim. Desem ele Jungo'ga qarşı edi. Unda tuttum bunu dedim. Jungo'ga qarşı. Degendiken Jungo'laqla vatanimdan chiqib ketsa, nimişi var ulanı? Sen şu meningdekidek bir adamdan qo'rqib, mening dadamni tutib atsan-ku. Bana olsa, bana gap qil. Kela telefonda sözleşeydi. Sen nime xalaysan, men nime xalayman deyishimiz. Degendeki bana dadan guva deyişeylik unda olsa dedi. Deyişeylik dedim. Unda olsa sen hiç qanday aşağıdaki siyasi faaliyetlerge qatnaşmaysan, Xitay konsulunun aldığı olsun hiç qanday namaşa qatnaşmaysan, sana nime kerek bolsa biz qilib beramiz, dadanга, ailanga nime kerek biz qilib beramiz dedi. Buladı dedim men. Ma'qul. Bana gerek nesini qıpıralamsılan, qıpıramsılan dedim. Agipimni yaxşı anlamak arkadaşlar. 2003'te bulavatkan telefon bu. Bunun da bir Uygur hemşirimiz şahit. Bana gerek nesini qıpıralamsılan dedim. Sen qıpıramaz. Senindekidek bir şahsinin talepini kandırammasak biz qandaq devlet olamiz dedim ona. Degendeki hoş boladı. Sen talepini koy başta dedim.
desem turib atkan devletinde Germaniyada siyasi teşvik kılmaysan Cumhur'a karşı. Namaşık teşvik kılmaysan Cumhur'a karşı. Cumhur konsolosluğunun aldığı vakırmaysan Cumhur'a karşı. Gül şu turib atkan şu devletindeki München şehrdeki Uygurlarını bu işten toxtutsan. Hoş buludu. Mahkeme toxtutay. Endi mening talabimni qilib beralamsizlar. Ya sening talabing degan nima edi o? Bir davlat qilib bermaydigan qanday talab edi o dedi. Xo'sh, ma'qul. Endi men talabimni deyman hozir. Sen başta bir angla. Sening davlating qilib beralamdi. Sening davlating qilib beramamdi. Bunu bir angla başta. Anglamay turib bana söz verme. Va'da verme. Dedim şu korladan kelgan atish ishlayotgan encen çüy dep bilingen adil degen balaga. Dadam yanında. 4-5 şüvede başka Uygurlar mı var, Xitaylar mı var. Telefonda avazını anlap durup atın. Hoş, bak sen degen talabime urullayman dedim. Şartsız urullayman. Acayip yaxşı manda aktif buluşun gerek dedim. Buludu. Ama mening şartımni sen anlat aka. Anlamay turup meni aktif, meni mandaq deme. Degendekim şartını koy dedi. Birinci şartım ay yıldızlı kök bayrağım vatanim bo'lgan Sharqiy Turkistonda lapilday dedim. Putkul Xitoylarning hamma vatanim bo'lgan Sharqiy Turkistonda ketadi. Sen bu şartını qila olamsan? Degendeki bunda çoğu şartlarını biz devlet bilan o'ylashmasak bo'lmaydi ekan. Unda qo'ldigan bo'lsa, sen vaqt hujun tavuk dedi. Sen şu hujun tavuğundan sözleşip gelip enandaki bana bu şartını koy. Degen adamlar. Şu vaqtda şu dükkandaki hemşirimiz vay aka siz nimanda qo'rqmaysiz? Dadınızını aşağı tutup durup boşundaq bir sual so'rab olsa siz he deb qo'yib ütep ketsiniz bo'lmam dedi. Ummu bir çoğ bir siyasi yönünün kızı. Benim bir döner dükkanım bulamadım. 2 hafta ötmey Münih'teki Xitay konsuli ben konsulluğunu bilmettim. Dükkanga bir Xitay geldi. Xitay kelip bana alı kütlen yapqanıdır. Bana bir döner qıppa, bana onu qıppa, bana bunu qıppa. Men vatanım şu döner dükkanımda bunda ay yıldızlap Türk bayrağım esağlık Xitay qarındaşlar. Bunu bir eskertip qo'yasan. Sen nereden geldin? Taqqı tuqqını gap qilgan to'g'ri şu Xitay. Gap qilgandagilar taqqını ishki itibli men darhol saqchiga telefon qildim. Moşundagı bir Xitay kelip meni moşundaq bundaq so'roq tatib atadi. Mani silla qanday Xitoyligini menga aniqlab berishingni kerak. Şimdi ettim, dükkanını ettim zaten. Saqchilik zaten 15 minut mana shu saqchilik keldi. 15 minut ichida saqchilik kelib bu Xitoyning qanday bu vaqtning o'zida men hech oshkor undan deb bermadi. Xitoyni aldı ketdi. 3 aydan keyin menga xabar keldi. Xitoy konsuliyasida ishlaydigan Xitoylik xet keldi. Nəhayət yaxşı qıldın. Sen bununla til tekkizmey, hem urib tillamay, derhal bizga telefon qilib, biz bunu aniqladik. Seningdekidek bir adamning piyiga tushganligini bildik. Ama ba'zi ishlarda sen diqqat qil. Deydigan aqallantirishni menga berdi. Xitoy konsuliyasidan kelganligini 2003'te şu açkan dükkanımda bana bana. Buna deyishimdeki sebep nima qarindoshlar? Mana moşundaq qo'qingan chaqning o'zida ata-onangiz vatanning ishida turibmi, sen nima maqsaddan bo'lgan bo'lsa, nima g'oyang bo'lsa, shuningda man o'g'lam deydigan ata-onangiz bo'lgan bo'lsa, bugungi kunlikda siz Uyg'ur tashkilotlarini,
Uyghur siyasilerine, Uyghur dini alimlerine, Uyghur ziyalilerine tillamattınız. Kardeşim, vatandaşım, Uyg'urum. Çünkü siz onu ko'rmaganligingiz uchun sizni yetishtirayotgan, sizga da'vatga odamlarning shaxsiy ziddiyatini eng ustun o'ringa qo'yib turib, o'ziniga millat davosini desmiy qilib turib, mana desmiy. Desmiy deganda Uyg'urchani bilsizlar-ku deyman. Aslında onu xalq ko'z tutib turib, o'zining shaxsiy adovatini birinchi o'ringa qo'yib, sizni ishiltayotir. Mayli Uyg'ur tashkilotlariga, mayli Uyg'ur siyosiylarga, mayli Uyg'ur diniy olimlariga ashunda o'chmanlikini elish qilishmoqda. Buni qildiganlar kim o? Xitoy tajovuzchilari edi asli. Ama buni shu bicharalarni o'ziga mayli diniy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli ziyoliy o'rinda bo'lsin, bir o'rin bo'lmagandagi bicharalarni qanday qilish kerak? Shu sizni o'tirg'a chiqib turib, sizni qo'llanib, sizni ishiltib, ma tashkilotni tillamaning manda xatoligi va aziyolini tillamaning manda oilasining manda mehnatchiligi va ma diniy olimlarning saqaligi esil, uning anda xatoligi va to'g'ri demaydi, xalqni yamayyaga undayotidi deb shu sizdagidekni o'tirg'a chiqadi. O'zi o'tirg'a chiqib qolsa u nim bo'ladi? Qanchalik odamniki o'lchinib qoladi. Onun uchun aziz qarindoshlar, suyimli vatandoshlar, bizning vatandan sirtida vatandan ichidagi dardimizni ko'p. Dardimizni o'zimiz aram tortalaymiz. Bundaq bo'layotgan sharoitning o'zida sizning dardingizni mening ko'targichligim yo'q. Sizning dardingizni boshqa ayliqsiz tishlab tortgan qarindoshlarimizning ko'targichligi yo'q. Tilingizni azroq shig'ibiling. Shu Uyg'urlarning tashkilotlarni haqoratligidan siyosilerimizni tillaganning o'rniga Xitoydan tillab qo'ying. Shuni o'zal to'xtatib qo'ying videosingizni. Sizni voy ajab tillaydi, yaxshi qilyapsan. Sen baqo, sen haqiqiy yurakli. Sen baqo to'g'ri ish qilyapsan. Deganlar qanday insonlar? Bularni bir tafakkur qiling. Uyg'urni tillayotgan, Uyg'urni Uyg'urga yetkizilib selayotgan Uyg'ur siyosiylarimizga, Uyg'ur tashkilotlarimizni shunda haqorat qilayotgan. Voy sening to'g'ri, rost to'g'ri ish qilib, yurakli ish qilyapsan juma, seningdan boshqa odam bunda qilolmaydi deb qo'ygan insonlar bu cho'qim oq ko'rinish xatarli insonlar. Yaxshi insonlar emas. Yaxshi inson bo'lgan bo'lsa, Xitoyga qarshi elib berayotgan siyosiy yo'llarga, tashkilotlarga, diniy zotlarga, ziyolilarga til tekkizgan zaman to'xtay, nima qilyapsan sen? Bu Uyg'urlarning bir olimi, Uyg'urlarning ziyolisi, vatandan sirtda tunilgan bir inson. Shu turayotgan davlatdagi davlat itiraf qilganlar bular. Ular sen nima unda til tekkizsan yaxshi emassan, yaxshi qilmayapsan demagan bo'lsa, ularning hammasining oq ko'rinishi siz deysiz-ku, ba'zi bir tashkilotni munofiq tashkiloti Xitoy o'rinlashtirib bergan, Jumyang Tayning o'rinlashtirishi bilan bo'lamandan harakat elib bor deysiz-ku. O'xshash farqingiz yo'q sizning. Shu Jumyang Tayning saylab bergan, yetishtirgan odamlar sizga destek beryapti, sizni qo'llab beryapti. Siz buni bilanmay qilyapsiz. Meni to'g'ri insonlik qo'llayapti. Voy yaxshi insonlik qo'llayapti. Voy mening agashkilchilarim. Ma videoga chiqqan bo'lsa, buning videosi manchilik odam ko'rdi. Men hayotimda bunchilik odamning taq Uyg'ur davosida, Uyg'ur xalqining ichida munozaraga chiqqanni, mandaqjiq Uyg'urning ko'ginni bilmagan. Nüfus jihatda dunyo bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda turdi.
Xitay bunu uçumu qilib, destekçilerini, qo'llag'uchilarini, yardımcılarını köpeytip bereleydi. Bunun neymiş kallınız işlemeydi sizne. Ve kelgende acep kallınız işlemeydi ya sizne. Vay benim oңçullarim, solçullarim acep cıkken. Ve kelgende sizne qo'llayotganlarning qandaq insonligini unutib qolmang. Şu insanlar tünegenki videosunu dep öttüm. Xitayga qarşı bir hareket bo'lib kelib qolsa, birisini topolmaysiz. Tor dunyosida sizga videoni laylab ishlab berayotgan, Magulning qilayotgan ishi, Dunyo Uyg'ur qurultayining va Ma'rif dernekining va Erkin Osiyo radiosining va Istiqlolning qilayotgan nimalarini qaranglar. Dep sizga şunu laylab, aşını kirishtirib, aşındaq evetib berayotganlarning hammasi qandaq insonligini bilmadingiz, bilmasangiz bilib qo'ying bundan keyin. Xitoyda qiladi. Xitoyning oqsa kirib, Erkin Osiyo radiosi, Amerikaning qo'rqagan bir radiosi. Uningda nima deyish, nima demasligini ular imzo bilan shuning bilan kirdi o'rgagan. Uyg'urlarning bir vatanning ichida bo'layotgan ahvozlarini anglatish uchun burunmi Toshkent radiosi deb biz kichik chaqilda Toshkentdan anglatish beryapmiz deb Uyg'urlarning ovozini shu shakllarda anglatadi. Shuningdek Erkin Osiyo radiosimi burun Germaniya Myunxenda bordi. Uning bir necha Uyg'ur ishlatdi. Shularmi shu vatanimizda bo'lgan zulmni qandaq anglatamiz? Xitoyga qarshi Amerika'nın elip bağlan bir propaganda bir medyası bu. Onun da kandak deyiş, kandak demeslik şunun üzerinde bir maddesi vardı. Şu maddeye bağlangan diken onu siz Xitay'dan kurup belgini, Xitay'ın imdisi şunu zeydi o deyip tıllaysız. Hayır münafık bu radyo dikini deyip tıllaysız. En andaki kopap Ma'nın qiyg'a işini bir qitim bir şu Erkin Osiyo radiosida e'lon qilib qo'ymadi deysiz. Bu nimadan iborat bo'ladi? Buni bir o'ylab dayatamsiz, ya o'ylamay dayatamsiz. Buna kelganda biraz iliqi vicdanimizni tutib, men malni boshda nima dedim, nima deganligim uchun, yanadagi qo'pab mening qilayotgan, bizning qilayotgan, bularning qilayotgan ishlarni Nimişka deydi oğlan arkadaşlar. Ulanı aşı hayım münafık deysiz. En azından kol kuyaş gelgende bularımız kol kuyaştan kaçıp dahi. Şundak mı? Kol kuyaştan kaçıp bular Mançıncay'da nimisini ilan kılır ki. Yeselamam ben onuğa. Yüzünüzün işini kılıp meni verin kılalısınız. Sizin maksidiniz zaten onu kılış emez. Aşına bana akıp durup Uyghur halkıga, Şarkı Türkistan davasını kılıvatkallarga, Xitayga ucum kılıvatkallarga, Xitay'nın ışık güzeli zıh olap sancılavatkallarga zarbi biriş. Sizden maksidiniz şu, onundan başka maksat yok sizde. Eğer onundan başka maksat bulduğun bolsa, Xitayga karşı hareket kılıvatkan hiçbir teşkilatını, hiçbir şahsini, hiçbir ziyalini, hiçbir dini alimni, hiçbir siyasi yönü tıl tekkizmeyi meni eyvergen bulattınız. Sizde onda gaye, onda maksat yok. Size Xitayga men karşı, men mandakçı deydiğen şu varını eptirip Uygur'unu yok kılış. Sizin maksadınız şu. Ondan başka maksat yok sizde. Eğer onda bulmagan bolsa siz bunu kılmagan bolgan bolattınız. Bunu kılavatkanlıkınızın üzü zaten şundala varaklagan dikilla sizden nimelikiniz oturuğa çıkıp gelevatır. Şu bu mesele kelgende artık her birinlarga çık gap kılışını halamayman qarindoshlar. Men bugungi temada bu şekillerde bu yerden gap qilib her birinlarning beshini og'ritgan bo'lsam Alloh razoligi uchun to'g'ri tushuninglar. Bazı qarindoshlarimiz, bazı vatandaşlarımız o'zini Uyg'urda Uyg'urlarning
16 şehir olgan bolsa, 16 vilayeti olgan bolsa, biz şundaq kichik vaqtimiz şundaq bilgen. Hamma şehirning o'zi so'zlaydigan bir shilisi var. O'ziga loyiq urf odati var. Nallardan tortib, kiyimlardan tortib, gap qilishlardan tortib, ailasidan tortib, bularning o'ziga tushliq urf odat. Uyg'urchada urf odat deymiz buni. Dünyamızda medeniyeti var. Onun da biz hürmet kılışımız gerek. Vakıtның özüde inanırken biz umumyüzlük Şarkı Türkistanlıkның davasını kıygan bulunuz. Vakıtның özüde umumyüzlük Şarkı Türkistanlıkның hizmetini kıygan, şularның davasını anlatkan bulunuz. Biz özümüzün kiçik daire işletillah. Üzemnin örtatı. Menin mandak, meninki tek bulaş gerek. Dediğen iş yok. Da iş yok. Men degen bulaş gerek dediğen iş yok. Bunu böyle bilişiniz gerek. Bilişiniz gerek. Aziz qarindoshlar, suyumli vatandaşlar, bugungi so'zim mushakchi olsun. İnşallah Allah kalsa. Men tor dünyasida bundan keyin bularmış WhatsApp'larda, Face'larda, bu şekillerde sözlerine kılışıklarışı ben halkım için, milletim için faydalı yerlerini anlamla. Hata, boğa yerleri olsa anlaması kısa. Ben birisimizni kemsitip, ya birisimizni tügen külep, ya andakçı, mamandakçı demekçi emas men. Hazırdan. Halkımızga faydalı bo'lgan bo'lsa, hamma ishni bedel to'lash tayyormi. Halkımız mı şundan? Hamma vasanda şundan. Hamma vasanda şundan. Ama bir narsani desmay qilib turib, vatan davosini desmay qilib turib, mustaqillikni desmay qilib turib, Xitoyga qarshi bo'layotgan insonlarga ziyonkashlik qilsanlar, yomon qo'shadi. Buni başdan tartib qo'ying. Allohning o'ziga manzurlanlar. Allah hammasini salomat qilsin. İşlerimizde qutuqluq, ailanglar xotirjamlik, tenimizga salomatlik tilayman. Allohga